Dada ertaga bayram kuni ekan, menga nima sovg'a qilasiz? Shunaqami? Asal qizim bayramga nima olish xohlaydi? Hozir. Shu harflarni to'g'ri terib chiqsangiz, nima xohlashim yozilgan. Ishxonada ermay qilarkanman-da. Ha, iplisiz, men sizga ishonaman. Mayli qizim. Nima qilyapsan? Ko'rmaysanmi, qizimga bayramda nima xohlaysan desam, shuni o'ylab topibdi. Agar harflarni to'g'ri tersam, javobi topilarmish. Qo'g'irchoq emasmikin? Qizlar qo'g'irchoqni yaxshi ko'radi-yu. Balki hayvonot bog'idir. Balki park bo'lsa kerak. Menimcha tortga o'xshayapti. Yo'q, menimcha gul bo'lsa kerak. Qo'g'irchoq ham bo'lishi mumkin. Velosiped bo'lsa kerak. Balki samokat, mana S harflari chiqyapti-yu. Direktor-ku. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom qizim. Qalaysiz? Yaxshi. Bu sizga. Bunisiga. Demak topolmasdi. Nega ekan? Asosiy sovg'ani hali bermadim-ku. Topmam? Ko'p sut ichgani uchunmi tishi boshqalarnikiga qaraganda ancha oldin chiqibdi. Sut tishini ko'rgan enaga sheriklariga qarab, "Suyunchi beringlar, bu qitmirtoyning tishi naq nayza bo'lib chiqibdi. Nayza-ya" debdi. "Meni qitmir demang, nayzamni sanchib olaman-a?" debdi qitmirtoy. "Voy, erkalatib aytyapman-da bolajonim. Qani xolajonlaringga tishingni bir ko'rsat."